Xudo xolasa mana kat yo'limizni yoqishni boshladik. Hurmatli obunachilar deydimi? Ustakalar mana hozir o't yonmasa davomini olib tashlayman. Ko'ramiz. Xo'p. Mana telefonga uстановка qilib oldik, xudo xolasa. Ekonom rejim bor ekan, komfort 8-17 minut. Xo'p, soatiga qo'yib qo'ysa, demak, misol 8 dan 5 gacha o'sha gradusga qo'yib qo'yasa, keyin 5 dan 8 gacha qo'yib qo'yish mumkin, a? Kunlar, har kuni. Har kuni kirib chuqurlab yotish shart emas ekan. Bitta ustanov yoqib qo'yiladi. Hafta kunlari bor ekan. Soatiga qo'yib qo'ysalaring, har kuni kirib hali uydan ketay turganda pasaytirib, uyga kelganda kuchaytirib yotilmaydi ekan. Mana shuni bitta qo'yib qo'yilsa, avtomatiski polni o'zi ishlab, yonib, o'chib, nima bo'lib turaverar ekan. Rejimiga qo'yib qo'yilsa, xudo xolasa. Xudo xolasa kat yo'limiz yonishni boshladi. Bir plasturib yana kuchayib ketadi, xudo xolasa. Mana ham uyi siydigan, ham cho'qini olib shashliq qilib yesa bo'laverar ekan. Hurmatli o'rtoqlar, hamkasblar. Mana tayyor cho'q. Yangi yildamda cho'qini olib shashlik pishiraverasizlar. Xudo xolasa.